Mana bugun 7A sinfda musiqa darsi. 7A sinf Oqqo'rg'on tumanidagi 78-sonli maxsus alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun maktab internatida o'qishadi. Bu bolalar juda ham iqtidorli, har tomonlama mehnatda, kasbga yo'naltirilgan har bir fanlardan yaxshi a'lo baholar olib kelishadi. Hozir bu maktab haqidagi fikrlarni so'raymiz. Bu qizimiz Ziyoda. Bizning maktabimiz yaxshi, hamma narsa zo'r. Direktor opamiz ham yaxshi. Asosan qanaqa fanlar yoqadi senga? Ona tili. Ona tili. Ona tili o'qituvching kim? Feruza opa. Feruza opa. Nihola qizimiz ham 7 yildan beri shu yerda ta'lim oladi. Ijtimoiy hayotga tayyorlash kasbini yaxshi ko'rasanmi? O'sha fanni yaxshi ko'rasanmi? Zebo opang fani yoqadimi? Qaysi fanni yoqtirasan? Sportmi? Qaysi? Matematikami? Matematika yoqadimi? Matematikadan kim kiradi? Alisher akalaring, yaxshi o'qiydi? Zayniddin? Ziyovuddin. Ziyovuddin qaysi fanni yaxshi ko'rasan? Tarix. Tarixdan kim kiradi? Mamlakat opalaringmi? Mamlakat opalaring. Demak, Otabekka qaysi fan yoqar ekan? Mehnat. Mehnat o'qituvching? Yoril aka. Bu kasbni yaxshi o'zlashtiringlar. Keyingi kollejga borganlaringda ham mana shu mehnat fanidagi o'zlashtirganlaring o'zlaringga asqotadi. Muattardan so'raymiz. Muattar, qaysi fanni yaxshi ko'rasan? Musiqa. Rahmat. Qani Madinaga? O'tirib javob beraver. Qaysi fan yoqadi? Ona tili. Ona tili ustozing? Mamadali va Feruza opasi. Qani Kamronga qaysi fan yoqadi ekan? Senga? Alisher aka, matematika darsi yoqadimi? Yoqadi. Qani Xumoraga qaysi fan yoqadi? Jismoniymi? Jismoniy o'qituvchingmi? Jismoniy o'qituvchisini fani yoqar ekan. Sizlarga kelajakdagi har bir o'ylagan orzu niyatlaringga yetishlaringda tilakdoshman. Hamisha a'lo baholarga bitirib, yorug' yuz bilan boshqa kasb egasi bo'linglar, xo'pmi?